Assalomu alaykum. Sifat to'g'risida video qilgandim. Juda ham ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi. Kimdir ko'ngliga tegdi, kimdir dili og'ridi. Prosta men nima uchun videoni olganman, tushuntiraman. Mana bu sifat o'zim ham usta bo'lganman. O'zim ham shu sohadan chiqqan odam, juda ko'p darajada yasaganman. Lekin men bunaqa darajada olib kela olmaganman. Chunki bu darajada olib kelish uchun odam не только o'zini ishini professional bo'lish kerak, bu o'zini ishini yaxshi ham ko'rish kerak. Bunaqa odamlar uchun pul glavniy emas, muhim to'g'ri, lekin glavniy emas. Bunaqa odamlar uchun ishini sifat juda ham muhim. Eshitib ko'ringlar, mana har bitta burchak litoyda olib kelingan inshaalloh. Men bu liniya berilgan spetsial nimaga bizga liniya kerak, mana shu liniya chizilishi kerak edi. Mana shunaqa gap, agar kimnidir dilini og'ritib qo'ygan bo'lsa, yoki kimlarni qilib qo'ygan bo'lsak, men uzr so'raymiz, lekin bizlarni ko'rsatmoqchi bo'lgan asosiy maqsadimi, shunaqa ustalar bor, o'zini shu darajada yaxshi ko'radi. Bunaqa ustalar sanoqli. O'zbekistonda ham boshqa joyda ham. Chunki bu narsani qilish uchun odam не только o'zini ishi ustasi, shu bilan birga o'zini ishini juda ham yaxshi ko'rish kerak.